Assalomu alaykum Jak Farg'ona obunachilari va mijozlarimiz. Xudo xolasa qisqa tanaffusdan so'ng birinchi video obzorimizni boshladik. Xudo xolasa bu birinchi video obzorimizni boshlashimiz bilanoq xudo xolasa sizlarga mega skidkalarni aytib o'tamiz. Ya'ni non topar, pul topar Jak X200 modellariga bugungi obzorimiz bo'lib o'tadi. Do'stlar, bizning mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Podpiska, layklar bosib qo'yinglar. Layk bosganlaringizga yarasha men sizlar bilan yangiliklarni ulashishga harakat qilaman. Xudo xolasa videomizni boshladik. Xo'p, do'stlar, srazi videoni boshladik bo'lmasam, qani Jak X200 Bartoy modeli. Tonnasi og'irlik ko'taradigan tonnasi 2 tonna 100 kilogramm. Motor qismiga keladigan bo'lsa, motor qismi 2 litr atmosferniy 140 ta ot kuchi, albatta Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motor. Bu mashinamizga, ya'ni Immini Jak X200 Bartoy modeliga tayyor servisdan garantiyali qilib 65 talik propan, ya'ni stak balonlari ustanovka qilib o'tkazib qo'yganmiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, oldingi narxi, eski narxi 248 million 640 ming so'mga siz benzinli model minayotgan bo'lsangiz, ya'ni X200 Bartoy modelini minayotgan bo'lsangiz, hozir bo'lsa narx 238 million 840 ming so'mga siz tayyor propanli variantini minasiz. Bu degani narx 10 million so'm ham chegirma, ham plus bonusiga propan bonus qilib beraman. Albatta Jak Farg'ona obunachilari uchun. Xo'p, tentovka qismiga, ya'ni tentovka modeliga keladigan bo'lsa, tentovka modeli 238 million 560 ming so'm benzinli varianti. Buni ham kesalaring, xolasalaring o'zimiz servisda garantiyadan chiqmagan holda propanlarni qo'yib ustanovka qilib beramiz. Va albatta prom tovarniy varianti, ya'ni oldingi narxi 275 million 520 ming sotilgan prom tovarlar hozir men sizlarga aytsam kulasizlar. Ya'ni 258 million 720 ming so'm. Salkam jicha oldingi tentovkani eski narxidan jicha o'tadi, lekin siz tayyor furgonli narsani olyapsiz. Ya'ni bu ko'pchilik aytishi mumkin, bular skidkadagi yili eski narsa, 24 unaqa deyishlar mumkin. Yo'q. Yeri birkasi, mana birkasini ko'rsatib o'ting. Birkasi 2025 8-oymikin? 7-oy ekan. 7-8 oy bo'ladi. 2025. Endi sizlarda shu savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni bu mashinani olsam 25 bo'ladimi, 26 bo'ladimi degan savolinglar uchun mashinamizni hozir dekabr oyida xarid qilsalaring 25 ga 26 bo'lib chiqadi. Albatta bu skidkalarimiz cheklangan, ya'ni belgilangan muddati 15-dekabrdan 31-yanvargacha. Albatta do'stlar, ulgurib qolinglar va nima deydi, bunaqa skidkalardan foydalanib qolinglar. Xudo xolasa Jak Farg'ona kanalini kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha.